o'limgacha boradi deyilyaptimi? Ha, Toshkentda tok bilan qilar ekan, u 25 million so'rayapti. Bular o'zlari 20 million bersangiz, so'mni hamma ichki organizmdan tashlaymiz deyapti. Toshkentdagilar yo'q, ichki organizm qiladi. 30 daqiqada haligi hamma narsani joy-joyi bilan tutatamiz biz. Bizim kattasi aytadiki, agar pochkani sotsak hammasi yaxshi bo'ladi deyapti. Men yosh qizchani pochkasini sotib gapirmayman. Aslida ovqat beradi, ovqat. Endi pul to'lovdor o'shachi aditini olsam, daftargini uzunini ololmayapman-da. Vaziyatni ko'rdinglar, Bekobodda bir kenaya qon ketishi bilan 30 ga tushib ketgan, o'limga уже taqalyapti holat. Operatsiya qilish kerak srochniy. 20 million so'm kerak bo'lar ekan operatsiyaga. Xo'p, men tirikchilikda yuribmiz-a, baqir-chaqir qilib, faqat o'zimizni luqmamiz, o'zimizni ehtiyojlarimiz uchun yuribmiz-da. Bir men bu hayotda nima qildim degan savolga mana shu odamning oyoqqa turib ketishiga men sabab bo'lganman degan narsa ichingizda bir g'urur, o'zingiz yaxshi odamligingizni his qilish uchun ehsoningiz bo'lsa, shu mana shu nomerni ko'rgan, hozir videoga qo'ygan nomerimga iltimos aloqaga chiqinglar, kartani berishadi, ehson qilinglar. 20 million bilan xudo xolisa operatsiya bitib ketar ekan.